Ushbu loyiha Namangan viloyati Uch tumani Dehqonobod MFIda Agrobank homiyligida lider tadbirkor menejer Iqbol Mirzo tomonidan 75 ta yoshlarga ijaraga berilgan yerlarni qamrab olib, 15 gektarda vakmak, shirin makka jo'xori ekish yo'lga qo'yilgan. Umumiy yer maydoni 15 gektar. Bu tomon uzunligi 420 metr, bu tomoniga 320 metr. Yon tomondagi chegarasi 300 metr va 420 metr bu tomoniga bo'lgan yer maydoni umumiy 15 gektar tashkil qiladi. Hozirda vakmak o'sha makka jo'xorilar unib chiqib, cho'poq jarayonida bo'lyapti. Hammasi bexato unib chiqqan. Ko'rib turganingizda ishchilar, dehqonlar cho'poq o'sha agrotexnika ishlarni olib borilyapti. Hozirda hamma urug'lar unib chiqib, chopish jarayonida, bundan so'ng dori va texnik ishlar olib borilib, shu jarayonda ketadi. Loyiha rahbari Humoyin aka doimiy o'sha ish jarayonlarini kuzatib, dehqonlarga agrotexnik yordamlarni, dori vositalarini yetkazib berib, doimiy nazoratda olib yuribdilar. Kelgusida bu makka jo'xorini 15 gektar bu yil bo'lsa, keyingi yillarda umumiy yer maydoni 20-30 gektargacha yetkazish planlari bor, rejalarda.